Arif, mana Avstraliyadagi Tatar yashari nechik yashi anlatadi biroz. Biz hozir biz Adelaide'da turamiz. Australiyada ko'p Tatarlar bor, Adelaide'da ham Sydneyda. Shu Adelaide'da aralash Uyg'ur, O'zbek, Tatarlar bir 200 lab bor qo'ydim. Biz yoshlar ko'pincha shu o'zlarimiz chayga chiqamiz, uylarimda shu abi apaylarning uylariga borib shunda qatnashamiz. Shu Arif, mana siz shu forumga nendek proyekt olib kelding, nendek taqdimlar olib kelding? Anlatadi. Shu bilmayman. Shu qozonni ko'rarga. Shu birinchi topqa kelasizmi? Ikkinchi qavat, lekin men 98 da kelgan edim. 14 yoshimda. 98 yildagi qozon bilan hozirgi qozon orasida nima bormi? U bir o'zgargan. Ismida ozgina bor, lekin ismida bir o'zgargan. Arif, mana sen qaysi seksiyada chiqish yasarga o'ylaysan? Qaysi seksiyada qatnashasan? Aytish shu men engineering o'qigan edim, shu men texnologiya yaratam shu. Undan nendek taqdiming bor? Birorta taqdiming bormi? Tatar yoshlarini shu ITda qatnashib, shu ITni ishlatib o'ng'ay qilarga Tatar yoshlarini so'rashib, shu kommunikatsiya qilib, interaksiya qilib, shu texnologiya o'ng'ayroq bo'ladi. Butun dunyo Tatar yoshlari forumida qatnashgan delegat bo'laroq Tatar yoshlaridan nelar aytar eding? Ular Tatarcha so'laymiz. Biz bunda ko'pisi o'rischa so'laylar. Lekin biz Avstraliyada turganda biz o'rischa bilmaymiz, inglizcha bilamiz, Tatarcha bilamiz. Shunda Tatarcha har vaqt so'laganda yaxshi. Ham bari bizga.